Shuning uchun ham sizlar bizlarga obuna bo'lgansizlar. Shuning uchun ham bu kanalni oti qadar qilib, sizlarga bir belgi sifatida bizlarni kuzatadigan odamlar, bizlar kimni aldandan videomuz chiqsa, shu odamlarga belgi sifatida videolar chiqaramiz inshaalloh. Shu belgilardan odam o'zini yaxshi, to'g'ri xulosa chiqarib, shu masjid qurilishini o'z hissasini qo'shsa, inshaalloh bu dunyosindan, orqa dunyosindan ajr savobini oladi degan, mukofotini oladi degan umiddamiz. Sizlar shuncha shu videolarni tarqatganlaringiz uchun, shu videolarning aktiv bo'lishini va keng tarqalishina yordam berganliklaringiz uchun sizlar xudo xolasa masjid qurilishi xabarchisizlar va shu ajr mukofotini olamiz degan umiddamiz. Bizlarni kuzatib borishni davom eting, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Yaqinlaringiz ham shu videolarni ko'rib, xudo xolasa inshaalloh obuna bo'lib, masjid qurilish xabarchisi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lsalar, biza hammamiz xursand bo'lamiz, chunki hammaga bir xilda savobi deyadi degan umiddamiz. Va albatta shunday bo'ladi, chunki Alloh taoloning karamiki, hammaga savob berish ham Alloh taolo uchun juda oson.